Men Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, chorvachilik va texnologiyalar fakulteti, xususiy zootexniya va yaylov chorvachiligi kafedrasi katta o'qituvchisi Rizayeva Dilfuza Tahirovna. Bugungi mavzuyimiz qo'ylarning kelib chiqishi, biologik xususiyatlari va mahsuldorligi haqida bo'ladi. Avvalo qo'ylarimizni xalq xo'jaligidagi ahamiyati haqida gapiradigan bo'lsak, qo'ylar ibtidoiy jamoa davridan boshlab butun dunyo bo'yicha tarqalgan chorva hayvonlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ular inson hayotini oziq-ovqat va daromad manbai, asosiy daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Qo'ychilik butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan va keng ko'p sonli hayvonlar sifatida, chorva hayvoni sifatida keng qo'llaniladi. Qo'ylarning kelib chiqishi haqida gapiradigan bo'lsak, qo'ylarimiz eramizdan avvalgi 6000-8000 yillarga to'g'ri kelib, ular birinchi bo'lib hayvonlar ichida qo'lga o'rgatilgan, xonakilashtirilgan hayvonlar safida turadi. Qo'ylarimiz hozirgi kunda dunyo bo'yicha 600 dan ortiq qo'y zotlari mavjud bo'lib, ularning asosiy qismini dag'al junli qo'ylar tashkil etadi. Yevropa davlatlarida, Rossiya hududida asosiy mayin junli qo'ylar urchitiladi. Osiyo hududlari, shu qatori O'zbekiston, Tojikiston, Eron, Qirg'iziston, Qozog'iston davlatlarida esa dag'al junli qo'ylar keng urchitilib kelinadi. Qo'ylarning yovvoyi ajdodlari muflon, arxar, argalilar hisoblanadi. Ular demak hozirgi kundagi xonakilashgan qo'ylarimiz aynan mana shu yovvoyi ajdodlardan tarqalgan qo'y hisoblanadi. Muflonlar haqida gapiradigan bo'lsak, muflonlar tog'larning eng cho'qqalarida, ya'ni inson oyog'i yetmaydigan joylarda yashab hayot kechiradi. Arxarlar, argalilar esa tog'lar cho'qqalarida yashash bilan birgalikda tog' tekisliklarida, yaylovlarda ham yashab keladi. Mana shu qo'ylarimizni yovvoyi ajdodlardan xonakilashtirilgan qo'ylar o'zlarining mahsulotlari bilan bir-birovlariga o'xshashligi sababli tabiatshunos olim Palas tomonidan va rus olimlari Ivanov, Kulishovlar tomonidan bu yovvoyi madaniylashgan qo'ylarimiz guruhlarga ajratilgan, ya'ni klassifikatsiyalangan. Hozirgi kunda ikkita klassifikatsiya guruhiga bo'lingan, ya'ni bu zoologik klassifikatsiya guruhi va ishlab chiqarish klassifikatsiya guruhlariga bo'linadi. Birinchi zoologik klassifikatsiya haqida gapiradigan bo'lsak, zoologik klassifikatsiyaga qo'ylarimiz o'zining dumining shakli, dumining uzunligi jihatidan 5 ta guruhga ajratilgan. Ya'ni ingichka katta dumli qo'ylar guruhi, ingichka uzun dumli qo'ylar guruhi, ingichka yog'li qo'ylar guruhi va uzun yog'li dumli qo'ylar guruhi. Shu bilan birga oxirgi guruhimiz bular dumbali qo'ylar guruhi bo'lib hisoblanadi. Dumbali qo'ylar guruhiga O'zbekiston sharoitida, Qozog'iston sharoitida urchitib kelinayotgan asosiy mahsuldorligi go'sht mahsuloti bo'lgan, go'sht yog' mahsuloti bo'lgan Hisori qo'ylari, Idilboy, Jaydari qo'ylari misol bo'la oladi. Uzun yog'li dumli qo'ylar guruhiga esa o'zimiz O'zbekistonda yaratilgan Qorako'l qo'ylarini, Ko'chigurov qo'ylarini, qo'y zotlarini misol qilib olishimiz mumkin. Ingichka uzun dumli qo'ylar guruhiga mayin junli va yarim mayin junli qo'ylar, ya'ni Yevropa va Rossiya hududlarida urchitilgan qo'ylar misol qilib olinadi. Keyingi klassifikatsiyamiz demak bu ishlab chiqarish klassifikatsiyasi. Bunda qo'ylarimiz o'zining junining tarkibi bilan farq qiladi va shu jun tarkibiga qarab 4 ta guruhga
bo'linadi. Ya'ni mayin junli qo'ylar guruhi, yarim mayin junli qo'ylar guruhi, yarim dag'al junli qo'ylar guruhi va dag'al junli qo'ylar guruhiga bo'linadi. Mayin junli qo'ylar va yarim mayin junli qo'ylar yuqorida aytganimizdek Yevropa davlatlarida o'rchitib kelinadi. O'zining junining mayinligi, ingichkaligi, jingalakligi, uzunligi bilan jun berish mahsuldorligi ko'pligi bilan boshqa qo'ylardan farq qiladi. Bularga misol qilib, mayin junli qo'ylarga misol qilib, masalan, merinos qo'ylarini, Stavropol qo'ylarini misol qilib aytishimiz mumkin. Yarim mayin junli qo'ylarga esa Lincoln, Leicester, Oxfordshire, Shropshire kabi qo'y zotlarini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Yarim dag'al junli qo'ylarga Qozog'istonda yaratilgan, Armanistonda yaratilgan, Oltoy va Siroji, Turkistonda yaratilgan qo'ylarimiz bor. Va shu bilan birga yarim dag'al jun beruvchi bir qancha qo'y zotlarimizni misol qilib olsak bo'ladi. Dag'al junli qo'ylarga esa O'zbekiston sharoitida yaratilgan qorako'l qo'ylari, o'rchitib kelinayotgan, demak, Hisori qo'ylari, Jaydari qo'ylar, Idilboyev qo'y zoti bular dag'al junli qo'y zotlariga kiradi. Demak, junini tarkibi bilan bir-biridan farq qiladi. Mayin junli va yarim mayin junli qo'ylar junining tarkibi bir xil tolalardan iborat bo'lib, faqat tivit toladan iboratligi bilan farqlanadi. Dag'al junli va yarim dag'al junli qo'ylar esa junining tarkibi har xil tolali, ya'ni tivit, oraliq, qilchiq, quruq, o'lik tolalardan iboratligi bilan bir-biridan ajralib turadi. Endi qo'ylarimizni mahsuldorligiga, biologiyasiga keladigan bo'lsak, qo'ylarimiz boshqa hayvonlarga qaraganda o'zining moslashuvchanligi, tez yetiluvchanligi bilan boshqa hayvonlardan ustunlik qilib turadi. Ya'ni qo'ylarning barcha hududlarda issiq yoki sovuq iqlim sharoitlarida tez moslashishi, ularning tez yetilishi, ya'ni mahsuldorlik jihatdan tez mahsulot bera olishi bilan boshqa tur chorva hayvonlaridan farqlanadi. Shu bilan birga qo'ylarimizning bo'g'ozlik davri 150-155 kunni tashkil qilib, tez jinsiy voyaga yetishi, ya'ni 5-6 oyda yo 8 oygacha tez voyaga yetishi bilan, jinsiy voyaga yetishi bilan boshqa hayvonlardan ajralib turadi. Ular 8 oyligida go'sht mahsuloti berishi bilan alohida o'rin tutadi. Biologik umri 12-14 yil bo'lib, xo'jalik sharoitida ulardan 6-7 yil foydalanishimiz mumkin. Ularning tanasining mustahkamligi, tuyoqlarining ingichka lekin kuchli ekanligi, oyoqlarining ingichka yoki kuchli ekanligi bilan boshqa hayvonlardan ajralib turadi. Ular yana demak bir kun davomida bir qancha kilometr, ya'ni 10 kilometrdan to 25 kilometrgacha masofa bosishi bilan boshqa hayvonlardan ustunlik qiladi. Qo'ylarning serpushligi 100 bosh qo'yga, demak 110 bosh qo'zi, 120 bosh qo'zini tashkil qiladi. Bundan ham yuqori serpushlikka ega bo'lgan qo'ylarimiz bor. Ya'ni unga misol qilib Romanov qo'yini olsak bo'ladi. Demak 100 boshdan 250-300 boshgacha qo'zi beradigan xususiyatga ega. Qo'ylarning mahsuldorligi haqida gapiradigan bo'lsak, qo'ylarimiz boshqa chorva hayvonlari ichida eng ko'p mahsulot beradigan hayvon bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ulardan go'sht mahsuloti, yog' mahsuloti, sut mahsuloti, teri mahsulotlari, turli xil teri mahsulotlari, jun mahsulotini olishimiz mumkin. Ularning go'sht mahsuldorligi haqida gapirsak, go'sht mahsuldorligi deganimizda ularning tirik vazni, so'yim chiqimi, so'yim vazni kabi ko'rsatkichlarni shu bilan birga go'shtdorlik koeffitsiyenti kabi ko'rsatkichlarni inobatga oladigan bo'lsak, qo'ylardan eng kam go'sht beradigani 40-45% dan to 60-70% gacha go'sht chiqimi yoki so'yim chiqimi beradigan qo'y zotlarimiz bor. Bu ularning mahsuldorlik yo'nalishlariga bog'liq bo'ladi. Sut mahsuldorligiga keladigan bo'lsak,
qo'ylarimizning laktatsiya davri 5-7 oy davom etadigan bo'lsa, 5-7 oy davomida ulardan 60 kilogramdan to 200-250 kilogramgacha sut beradigan qo'ylarimiz mavjud. Ularning go'shti, ularning suti o'zining shifo baxshligi bilan, turli xil kasalliklarga davoligi bilan boshqa hayvonlarning go'shti yoki sutidan ustunlik qilib turadi. Go'shtining marmarsimonligi, uni tarkibidagi mavjud kaliy, kalsiy, magniy, sink, rux kabi elementlarda ko'proq mavjudligi bilan, demak, o'zining shifo baxshligi bilan elga tanilgan. Sut, go'sht mahsuldorligi haqida gapiradigan bo'lsak, qo'ylarimiz eng ko'p jun beradigan hayvon bo'lib hisoblanadi. Qo'ylardan, demak, bizni O'zbekiston sharoitida 2 kilogramm, 3 kilogrammdan jundan to Yevropa sharoitidagi qo'ylardan 7-8 kilogrammgacha jun beradigan qo'ylarimiz mavjud. Bularning juni, demak, sanoatda qimmatli xomashyo bo'lib hisoblanadi. Bizning hududda qo'ylarimizda 2 marta, demak, bir yil davomida 2 marta qirqadigan bo'lsak, chet ellarda, ya'ni salqin iqlimga moslashgan hududlarda ularni yiliga bir marta qirqib 5-6 kilogramm, 7 kilogrammgacha jun beradigan qo'y zotlarimiz mavjud. Bundan tashqari qo'ylardan turli xil teri mahsulotlari ham olinadi. Bularga misol qilib oladigan bo'lsak, qorako'l terisi. Qorako'l terisiga, teri guruhiga ham bir qancha terilar kiradi. Ya'ni taqir teri, qorako'lcha teri, qorako'lcha teri, chugurmabob teri, yoqabob terilar olinadi. Shu bilan birga qo'ylarimizdan mo'ynabob va po'stinbob terilar ham olinadi. Mo'ynabob terilar asosan mayin junli va yarim mayin junli qo'ylardan olinadi. Po'stinbob terilar esa boya yuqorida aytdim, eng serpo'sht, ya'ni pushdorligi yuqori bo'lgan qo'ylarimiz, Romanov qo'ylari, ularning asosiy mahsuloti po'stinbob teri beruvchi qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Demak, qo'ylarning go'sht mahsuldorligiga keladigan bo'lsak, demak, ular eng tez yetiladigan, tez go'sht beradigan hayvon bo'lib, ularning go'shti navlarga bo'linadi. Ya'ni birinchi nav, ikkinchi nav va uchinchi navlarga bo'linadi. Bularning semizlik darajasi esa u ham 3 ta darajaga bo'linib, oliy, o'rta va o'rtadan past navlarga ajratiladi. Qo'ylarimizning suti, demak, ularning suti boshqa hayvonlarnikiga qaraganda bir muncha quyuqroq bo'lib, tarkibidagi quruq modda 17-9% ni tashkil qiladi. Yog'liligi yuqori, ya'ni 6-7% yog'lilikka ega. Ulardan ko'proq brinza, pishloq tayyorlashda foydalaniladi. Qorako'l terisi haqida gapiradigan bo'lsak, qorako'l terilarimiz O'zbekiston brendi bo'lib, butun dunyoga tarqalgan teri mahsulotlari ichida eng chiroyli, jozibador, turli xil rang-barangliklarga ega bo'lgan teri bo'lib hisoblanadi. Qo'ylarning juni o'zining xususiyatlari bilan boshqa hayvonlarning junidan farq qilib, demak, qo'y juni o'zining elastikligi, o'zining pishiqligi, cho'ziluvchanligi, yigiriluvchanligi, qayishqoqligi bilan farq qilib turadi. Demak, qo'y junlari 5 xil turdan iborat bo'lib, bular tivit, oraliq, qilchiq, quruq va o'lik tolalardan iborat. Sanoatda bu junlardan gilam to'qishdan, turli xil ustki kiyimlar to'qishdan keng foydalanib kelinadi. Mana bu yerda, demak, rasmda jundan tayyorlangan turli xil ip kalavalari tasvirlangan.